nimadan yo'g'ida vaqtida bir yoqqa ketganda navro'zga go'sht ovqat olib kel yeb olaylik ayol yo'g'ida dedi. Gıyaas borada yaxshi ya gıyaas bo'lsa u ham asha kemaya yuribdi-da endi. Meni 200 mingga qachon tashlab berar ekan qaynay. Mayli, keyingi hayotga tashlab bersa. Oo. Mayli, asta. Mana sizlar masalan ko'chadan birovga narsa olsanglar bizga bayramga qilib bir narsa bersanglar, yaxshisini sifatini olasizlarmi? Aslida olib turib eshilaysizlarmi? Men xotinimga men nevaramga palov olib beraman, men piston olib beraman, men qilganimni qilmaydi degan gap og'zlaridan chiqmaydi. U xonoma nima unaqa hali eng aslini eng a'zolini istaydi. Eshitishini ko'rsatib yolg'iz buzadi. Asha nimada Maqtunani ko'rgani borsam, mebel turgan ekanda dorotani tagida. Borib ular ayagi sinib ketibdi. Oborganda. Keyin chiqib ketibdi haligi bitta nimasi, orqa tomoni. Sifatligini olmaganda ashini ham haligi quruq taxta ko'rinib turibdi-da bekalar. Qoqilgan. Bitta tomonda egallab turibdi endi. Yana eng sizini olgan, hali 40 santimetrlikni olgan, hali yana. Qaradi. Charalasi olgan, men nima dedi? Men qizimga qilgan setni birov qilmagan, men fikr qilib qo'yganman dedi. Ha, sen fikr qilganingda yaramasdan qizingni har yili kirama beradi, har yili pardasini almashtiradi. Agar fikr qilib qo'yganda yaramagan bo'ladi, yamag'on. Zo'rini oldini sifatini olsa endi o'g'ilni tug'di, endi qilmasa ham bo'laveradi. Burun endi o'g'li yo'q deb tiqib o'lardi. Qizlarni aybi deb o'yladi. Men qaynam qizlariga setib qo'yni o'zim qilaman dedi. Birbiriga so'zib olaman dedi. Alloh nima niyat qilsa yetkazaman degan yeri bor. Ashuna qilib jigari etilib o'lib ketsin, qilib etib yaxshi bo'lmay baribir. Biz o'zimiz qilamiz, ashuna deganda biz o'zimiz qilamiz degan. Ketlarmi? Dadasi bor, dadasi qilib beradi deb. Menga nima degan, mana ishlanmagan ko'rpani ko'p ishlamayapmiz dedi bizda. Ishlanmagan ko'rpalarni surtib, nima dedi, baxmalini olib qo'ying, Azizaxonga turaveradi baxmal deganda, buni deganman, menga dadam qilib bergan deganman. Azizaxonga o'zi dadasi qilib beradi. Nega bunga ham meni ayam qilib beradi deganman, hazilga olib. Buni menga dadam qilib bergan, men o'zim ishlataman deganman. Desam, bu nimaga ishlatasiz degan, hayot kerak bo'lib qoladigan joyi bor. Katta to'y bilasalarda yotib oladigan mehmonlar bo'ladi. İşlemezken deganman. O'lim yetim bor ayajon. Ayta qarorda yumshoq jaysa beraman kelgan ketganga demabsan. Yo asha ko'rpalarni ham tutaver. Ana spandeliklarga ham yog'ib so'var bir ikkitasini. Begardan turgandan ishlatib olasizlar. İşletib ana qilib ashta. Kuyovni ko'tini yalab ketishadi bular. Ashida. Qilganimizda uyim tegmaydi, baribir qadr topmaydi ashida. Ashida. Battar anaqa bo'ldi. Aytdim, o'tirish o'ynadi nima shu qiz bilan gaplashib. Oshxonada edi bitishib turdi. Eshitib turibdi endi qiziga gapirayotgani. Ro'zayamlar bilan o'ynayapti, o'tirishdi. Ro'zayam qarindosh qaynonalari, qarindoshlari. Yettida bor Ro'zayam, yettizida aytib borsa, demashlar dedi qaynam. Ro'zayamlar bilan o'ynayapti, Ro'zayam mana qiladi. Aytar, demashlar dedi. Seni bunaqa qilib chirqaganing kimga kerak? Ashida. Aytardi. Ashida.
sariga rano degan urtaga mungkin anak-anak kurban asik terus kurgan bakal kan mahkuran kurban orang sewa orang gitu urta de pasna itu jangan tanah putar muda dah pakai yo itu asta de anak orang kerja de sam jaga cukup de kalau anak tuan kurban eko bosan dar kurban de asta de Yemagenden keyin tujuqruv yemagandan keyin mingiray birura yana nima biz eng oldinmi siz bormiz deb turadi g'ashinga tegib chiqib kelgani go'sht yemayapman deb xafa bo'lmayman birovni ana shunaqa gaplarga ham chiqib kelib ketadi hali bor ekansan katta katta bo'lolmay siasa keluar ano dua kota nawa ya dua kota Sasli ya algitaka nyaman nonton rasul kalau dia kecil anak dia di kalau kecil pandai aku beda anak yaxshi gapirib shunday bolalar qilib olib o'tirsa bular sharoitda zo'r qilib qo'yibsiz ko'chib qo'yibsiz hamma yo'lda kesatib kamsizda hech kim yaxshi ko'rmaydi oddiy sharoit qilsiz olib kelmaydi ham uysizlarni olib kelmasda ishlasa hammasini yaxshi muomala qilib odam oldida ko'rsa hurmatli joyga qo'ysa yaxshi ko'rasan ashqalonalarni o'zidan bezdirib har gap kesatib kamsitib Bodak kuni borsang agar mahbuda bormasa sen